نبدأ. بسم الله. الاستماع والفهم. الوحدة السادسة: الاستماع والفهم. الصحة نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها الصحة نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها. Sog'lik bu katta ne'mat. يجب أن نحافظ عليها. حافظ يحافظ أسرش سقلش. يجب أن نحافظ عليها. Uni asrashimiz kerak, shart. نعتني بها الصحة نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها ونعتني بها. ونعتني بها va unga e'tibor qaratishimiz kerak, e'tiborli bo'lishimiz kerak o'zimiz sog'ligimizga. ومن الأشياء التي تفيدنا في المحافظة على الصحة ومن الأشياء التي تفيدنا في محافظة على الصحة sog'likni saqlashlikka foyda beradigan narsalardan أن نتناول الأطعمة الصحية الطازجة أن نتناول الأطعمة الصحية الطازجة. sog'lom va sveji ovqatlarni yeyish deyapti. نكثر من تناول الفواكه وممارسة الرياضة وأن نكثر nima deyapti? qaytadan qo'yaman. أن نتناول الأطعمة الصحية الطازجة وأن نكثر من تناول الفواكه وأن نكثر من تناول الفواكه مفتونة. meva yeyishni ko'paytirish. meva yeyishni ko'paytirish وممارسة الرياضة باستمرار. وممارسة الرياضة باستمرار. bardavomlik bilan bardavomlik bilan sport bilan shug'ullanish. خاصة المشي بعد الطعام. خاصة المشي بعد الطعام deyapti. ayniqsa ovqatdan keyin yurish. هو يساعد على هضم الطعام. Va u ovqatni hazm qilishga yordam beradi. Barakalloh. U ovqatni hazm qilishlikka yusaidu ala hadmi at-ta'am. Hadm degani hazm qilish. Ana hadomtu, men hazm qildim. Ta'ami, masalan, ovqatimni. Hadoma, ya'ni hadm uni masdar. Yusaidu ala hadmi at-ta'am. وأن نبتعد عن أسباب المرض التي وأن نبتعد عن الأسباب المرض deyapti. Ya'ni kasallik sabablaridan nabtaida. Yo, uzoqlashish. Va an nabtaida, ibtaada yabtaidu, uzoqlashish. Va kasallik sabablaridan nima qilish? Uzoqlashish. Va an nabtaida an qo'shyapti masdarga aylantirishlik uchun. Mana shu narsani qilish, mana bu narsani qilish, bu narsani qilish bu masdarda. Tushunarli? An numarisa, shug'ullanish. An nakula, yeyish. An nabtaida, an nabtaida, uzoqlashish. Nimadan uzoqlashish? Yomon odatlardan. Qarang. تؤذي وأن نبتعد عن أسباب المرض التي وأن نبتعد عن أسباب المرض. kasallik sabablaridan uzoqlashish. قد تؤذي وأن نبتعد عن أسباب المرض التي قد تؤذي جسم الإنسان. التي قد تؤذي جسم الإنسان. insonning jismiga zarar beruvchi, demak kasallik sabablaridan uzoqlashish deyapti. وأسباب المرض كثيرة ومتنوعة. Bu yangi gap o'sha. وأسباب المرض كثيرة ومتنوعة. kasalliklarning ko'p sabablari bor. Va mutanavvi'a degani turli tuman. Kasallikning sabablari ko'p va turli tuman. Tarjima qilmabsizlar. Yigitlar umuman jim. Mana bu qizlar aktiv. Tarjima qilmasizlar uyda. Yo'q, qilmagansizlar uyda. Uyda tarjima qilinglar dedim-ku. هناك الأطعمة الفاسدة أو الأطعمة التي تحتوي على مواد تؤذي جسم الإنسان. وأسباب المرض كثيرة ومتنوعة، فهناك الأطعمة الفاسدة
أو الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل الأطعمة السريعة nima والمثلجة. deyapsiz? Tushunyapsizmi? Nima deyapti? Aytinglar ham. Bu yerda Hunakani bor deb tarjima qilasiz. Qaytarib qo'yaman, qarang. أسباب المرض كثيرة ومتنوعة. To'xtang, mana shu yerda gap tugadi. Asbabul marad kathira va mutanawwi'a. Mutanawwi'a. Diqqat qilib eshitinglar, yaqinroq keling o'sha uchun. Yaqinroq keling. Eshitmasangiz. Ana bu yerga keling, tik turing xohlasangiz. Yaqinroq keling. فهناك الأطعمة الفاسدة أو فهناك أطعمة فاسدة. الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل وهناك أطعمة فاسدة والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة. qarang. sog'liqqa qarang, shoshmang. Yani هناك أطعمة فاسدة. bu yerda buzilgan taomlar, Bu yerda emas, bor deb tarjima qilasiz. Buzilgan ovqatlar bor. Va هناك أطعمة تحتوي على ichiga o'z ichiga oladigan al-mawad fasida. Demak, buziladigan ovqatlar bor. Yana qanaqa ovqatlar bor? Konservantlarni o'z ichiga olgan ovqatlar bor. Hunaka at'ima fasida va hunaka at'ima tahtawi ala mawad hafiza. Mawad hafiza konservantlar. Hafiza degani saqlovchi. Hafizul Qur'on, ya'ni Qur'onni miyasida, yodida, zehnida saqlagan kishiga aytiladi-ku. Hafiz, saqlovchi. Mawad hafiza saqlovchi vositalar. O'zbek til, umuman xalqaro tilda konservantlar. Ya'ni ular nima uchun qo'shiladi? Ba'zi bir ovqatlarga ular buzilmasligi uchun qo'shiladi. Fast foodlarga qo'shiladi, chipslarga qo'shiladi. Bo'lmasa kartoshkadan qilingan narsa jart qilingandan keyin shundoq qo'ysangiz agar, masalan, buzilib ketadi. Xolodilnikka qo'ymasangiz achib ketadi, to'g'rimi? U chipsi qancha achmaydi, necha oylab turadi. Nima qiladi? Demak, bir narsa qo'shadiki achmasligi uchun. Xuddi shunday kriyeshki, boshqa narsalar bo'ladi-ku. Souslar har xil bo'ladi. Mayonezlar, boshqalar o'shalarga qo'shadi. O'sha uchun ham fast food yegan paytingizda o'sha souslari asosan zararlidir ko'proq. Go'shtni o'ziniga ham bir narsalar soladi, ta'mini boshqa qilishlik uchun bir narsalar. U ham zararli, lekin o'sha nimalari ham zararli, o'sha souslari har xil. Tushunyapsizmi? Ya'ni ketchup, mayonez, shunga o'xshash narsalar. Chunki konservant soladi ichida. O'sha mahsulot saqlanishligi uchun, buzilib ketmasligi uchun. Soklarga ham soladi uni achmasligi uchun. Xo'p. الأطعمة السريعة والمثلجة بالرغم To'y. Demak, fast food va muzlatilgan ovqatlar. ozgina orqadan qaytaraman-da, birlashtirish uchun gaplarni. الأطعمة التي تحت Xullas, zararli kasallikning sabablari ko'p dedi. Buzilgan ovqatlarni aytdi, konservantli ovqatlarni aytdi, bitta sabablarni aytayapti. Mana shular kasallikka sabab bo'ladi debdi. Buzilgan ovqatni yemaslik kerak. Konservantlini? Xo'p. وأسباب المرض كثيرة قرأ. ومتنوعة، فهناك الأطعمة الفاسدة أو الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل الأطعمة السريعة والمثلجة. مثل الأطعمة السريعة يعني konservantlar o'z ichiga olgan nimalar, ovqatlar, masalan, fast foodlar va muzlatilgan ovqatlar. Ana shu nimalar ham fast foodga kiradi o'zi. Chipslar, o'sha yeydigan, kazinkadan oladigan narsalaringiz bor-ku, yeyish uchun. O'shalar ham fast foodga kiradi. Chunki tayyor ovqat. Va o'sha ko'chadan yeydigan fast foodingiz yana. Va yana muzlatilgan ovqatlar ham shunaqa ekan. Ulardan ham nima bor ekan? Konservantlar. Ya'ni nimada konserva bankalarda ham saqlaydi-yu. Mana shunda ham. بالرغم من طعمها اللذيذ عند البعض. بالرغم من طعمها اللذيذ عند البعض. Shunga qaramay, nutis. بالرغم من طعمها اللذيذ عند البعض. Ular zararli. Ya'ni mana bular zararli dedi-ku. Tez pishar ovqatlar, konservantlar bor bo'lgan, muzlatilganlar va hokazo. Indal ba'd, ba'zilar nazdida ularning
mazali ta'miga qaramasdan, mazali ularning ta'mining mazali ekanligi hamma uchun emas, ba'zilar uchun. O'sha uchun ayndal ba'd deyapti. Ba'zilar nazdida ularni ta'mi mazali bo'lishligiga qaramasdan, ular kasallikka sabab bo'ladi deyapti, ya'ni zararli deyapti. وأكثر شيء يسبب ضررا كبيرا للجسم هو المياه الغازية وأكثر شيء يسبب ضررا للجسم narsalardan gazli ichimliklar deyapti. عصائر المعلبة Val asoir al muallaba, qadoqlangan soklar. يجب أن نبتعد عن هذه المشروبات ويجب أن نبتعد عن هذه المشروبات. Va bu ichimliklardan uzoqlashish kerak. Ko'zlara nabtaidani o'rganib oldilar, uzoqlash kerak. To'y. وكذلك هناك بعض العادات الضارة مثل تناول الشاي بعد الطعام مباشرة وكذلك هناك بعض العادات الضارة. وشنو Asadbek. Misol uchun ovqatdan keyin choy ichish. Mubasharatan, to'g'ridan to'g'ri Choy ichish. choy ichish. Idan mata nashrabu shay. Qachon ichamiz choyni? بعد نصف ساعة. نعم. الأطباء ينصحون أن نشرب الشاي بعد نصف ساعة، لا مباشرة بل بعد نصف ساعة. شنو نسخت قلشة تفسير berishadi. Yarim soatdan keyin choy iching deydi. أو تناول كثير من الطعام. مباشرة to'g'ridan وكذلك to'g'ri. هناك بعض العادات الضارة مثل تناول الشاي بعد الطعام مباشرة أو تناول كثير من الطعام قبل النوم مباشرة أو تناول الكثير من الطعام. Ovqat mubasharatan so'zni yana qo'shyapti. Demak, uxlashdan oldin sirazi ovqat yeyish, ya'ni uxlash bilan ovqatni orasida hech narsa yo'q deganda, sirazi. Yeysiz sirazi uxlaysiz. Mana shu ham zararli. أو الإكثار من شرب القهوة أو الإكثار من شرب القهوة. أكثر إكثار ko'paytirish. Degani kofe ichishni ko'paytirish. فمن يكره طعم الدواء يجب أن يحافظ على صحته. فمن يكره طعم الدواء يجب أن يحافظ على صحته. Kimiki? Dorining ta'mini yaxshi ko'rmasa. Man yakruhu ta'm ad-dawa yajibu an yuhafiza ala sihhatihi. Kimiki dorining saqlashi kerak, muhofaza qilishligi kerak. Hafiza yuhafiz saqlash. Muhofaza qilish, saqlash. Tamam? Oxirdagi maqolga o'xshagan narsa, kimiki dorini ta'mini yomon ko'rsa, u sog'ligini saqlashligi kerak. Mana bu narsalar o'zi mazali, shirin bo'lgani bilan sog'lik uchun zararli. Umumiy xulosasi shu gapning. Tamam. Mafhummi? To'g'ri. Hozir yana bir marta eshitasizlar-da, keyin buni mashqlarni qilamiz, xo'pmi? الوحدة السادسة: الاستماع والفهم. الصحة نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها ونعتني بها، ومن الأشياء التي تفيدنا في المحافظة على الصحة أن نتناول الأطعمة الصحية الطازجة، وأن نكثر من تناول الفواكه وممارسة الرياضة باستمرار، وخاصة المشي بعد الطعام فهو يساعد على هضم الطعام، وأن نبتعد عن أسباب المرض التي قد تؤذي جسم الإنسان. وأسباب المرض كثيرة ومتنوعة، فهناك الأطعمة الفاسدة أو الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل الأطعمة السريعة والمثلجة بالرغم من طعمها اللذيذ عند البعض. وأكثر شيء يسبب ضررا كبيرا للجسم هو المياه الغازية والعصائر المعلبة، فيجب أن نبتعد عن هذه المشروبات. وكذلك هناك بعض العادات الضارة
مثل تناول الشاي بعد الطعام مباشرة، أو تناول كثير من الطعام قبل النوم مباشرة، أو الإكثار من شرب القهوة. فمن يكره طعم الدواء يجب أن يحافظ على صحته ويتناول ما يفيده. تمام؟ طيب الاستماع والفهم، ضع علامة صحيح أو علامة خطأ بحسب ما جاء في نص الاستماع. تفضلي. تناول الشاي بعد الطعام مفيد؟ مفيد للصحة. نعم، هذا خطأ. هذا خطأ. من يكره الدواء لا يتناول الأطعمة الضارة. هذا صحيح. هذا صحيح. العصائر المعلبة أكثر فائدة من المياه الغازية. غازية. خطأ. خطأ. كلها ضارة. نعم، أليس كذلك؟ بلى. نعم، تفضلي. المشي بعد الطعام صحيح. الأطعمة السريعة غير مفيدة لكنها لذيذة. مفتونة؟ صحيح، لذيذة ولكن غير مفيدة. نعم. اذكر 3 أشياء مفيدة و3 أشياء ضارة وردت في الاستماع. أبا كان ماذا يبدأ؟ أذكر 3 أشياء. Uchta narsani keltir. Uchta foydali narsani keltir وأشتا zararli narsani. استماعda kelgan 3 foydali va 3 zarar. الأشياء مفيدة للجسم. ketdik. أن نتناول الطعام الصحي الطازج. هذا أولا. ثانيا أن نتناول الفواكه كثيرا. المشي بعد الطعام. تمام. أشياء ضارة بالصحة. الأطعمة السريعة. بيتا شو اسمه شو أحمد جان. تناول الأطعمة السريعة. تناول الأطعمة السريعة. نعم. أزبك. تناول الشاي. ماستر كيلترسته يعني تناول قلش شوينا أوقات كي. تناول الشاي مباشرة. تغردن مباشرة بعد الطعام. ثالثا يوسف. شرب يشرب المسألة. شرب العصائر. عصائر المعلبة. نعم. ماستر كيلترسته çünkü mana shu narsa zararli deysiz-ku. Qilish nimanidirda ichish mastar bo'lish kerak-da. أجب عن الآتي. تفضلي. ما الذي يساعد على هضم الطعام؟ المشي بعد الطعام يساعد على هضم الطعام. نعم، أحسنت. سميرة. ما أكثر شيء يسبب ضررا كبيرا للجسم؟ أطعمة سريعة. ما أكثر شيء يسبب ضررا كبيرا للجسم. يعني أين استماع دقيقة الناس نادي كتا ناس هذا يقول أكثر شيء يسبب ضررا كبيرا للجسم هو مياه نعم المياه الغازية. نعم. تمام. نصائح طبية نقرأها ونترجم هذه النصائح. أقيمس ونصيحة لنا ترجمة خلاص. تمام. تفضلي. اشرب كثيرا من الماء. في مقال بعنوان نصائح طبية يكتب الدكتور محمود الكتاني 10 نصائح لمن يريد أن يكون بصحة جيدة. نصائح طبية يعني tibbiy nasihatlar. Unvon degani mavzusidagi maqol degani maqola. Tibbiy nasihatlar, tavsiyalar mavzusidagi maqolada Mahmud Kittani degan doktor yozadi 10 ta nasihatni.
Kim uchun? Liman yuridu an yakuna bi sihhatin jayyida. Kim uchun? Sog'lig'ini yaxshilashni istagan. Yaxshi sog'likda bo'lishlikni istagan uchun. Liman yuridu an yakuna bo'lmoqlikni qanday holatda? Bi sihhatin jayyida. Yaxshi sog'lik bilan bo'lishlikni istaganda, yaxshi sog'liklik holatda, ya'ni yaxshi sog'ligi yaxshi bo'lishlikni istagan kishi uchun, demak 10 ta nasihat yozibsizlar, ketdik. Avvalan ishrob kasiron minal ma'i. Suvdan ko'p ich. اشرب كثيرا من الماء. نعم، هذا أولا. ثانيا كنا نحب من الطعام ولكن بنظام. o'zingiz yoqtirgan ovqatni yeng, lekin tartib bilan. Me'yor bilan, tartib bilan degani, ha? Tamam. نم 7 ساعات يوميا. نم 8 ساعات يوميا. uxla 8 soat har kuni. Kuniga 8 soat uxla. نعم، ولكن بعض الأطباء يقولون 7 ساعات. مثلا بعض الناس ينامون 6 ساعات. نعم، أو 7 ساعات 6 ساعات، حتى بعضهم ينامون 5 ساعات. هذه قاعدة ليست مضطردة لكل الناس. هم odamlar uchun bir xil emas. لأن كل إنسان له نظام معين له محدد له أعطي من قبل الله. الله تعالى tomonidan berilgan har kimning o'zini nimasi bor? Programmasi bor. Kimdir 5 soat ham yetadi, 4 soat ham yetadi kimgadir. Kimgadir 7 soat, 8 soat kerak. Uyqudan to'yish uchun-da. O'zi olimlar kam uxlashganda, bilasizmi? Olimlar juda kam uxlashgan. 4 soat, 3 soat, ko'pi bilan 5 soat, 6 soat uxlashganda. Odam qancha ko'p uxlasa, shuncha kundalik ishlarini ulgura olmaydi. Vaqtli uyg'onsa, ko'p narsaga ulguradi inson. Va kam uxlasa va kam yesa. Labisa yalbasu bo'lsa agar ilbas. ilbas الثياب النظيفة ذات رائحة معطرة. toza kiyimlarni kiyim ذات الرائحة المعطرة. Aytar degan nima edi? Aytar xushbo'ylik. ذات الرائحة degani, zata degani ega. Ya'ni mana shu sifati bor bo'lgan deyapti. Qanaqa sifati bor? Xushbo'y, hidlik. sifati bor. Toza kiyimlarni kiygan. Xushbo'y, hidlik, toza kiyimlarni kiygan. Har kuni bir marta yuvan. Cho'milgan deyapti. اغسل أسنانك جيدا. Tishingni yaxshilab yuv. مارس الرياضة مارس الرياضة كل يوم. كل يوم. har kuni sport bilan shug'ullan. تمام. زين. اجلس بمفردك بعض الوقت في الهدوء لتصفية ذهنك. بعض وقت في هدوء tinchlikda o'tir. Bimufrodika degan yolg'iz. Ha? Ba'zi paytlar deyapti, yolg'iz tinchlikda o'tir. Litasfiyati zihnika. Zehningni soflashtirish uchun. Yusoffi tasfiya. Ya'ni nima qilish? Zehnni poklash, ya'ni soflash uchun. Zehnni soflash uchun. افعل الأشياء التي تحبها كالتسوق أو المشي أو ركوب الدراجات. Aha.
bozorlik qilish, yoki yurish, yoki velosiped haydash, minish kabi. Velosiped minish kabi. Hozir. Ashiron. Birinchisi. امشي كثيرا في الصباح وتنفس هواء تنفس الهواء. هواء نظيفا. تنفس الهواء النظيف. ارتلاب كوبيور وتازه havadan nefes al. Yaxshi. Al-munaqashatu wal-fahm. Imla al-ma'lumat. Tamam, bu juda oson ekan bu matn. Faqat 10 ta nasihatni ichiga olgan, tamam? طيب. المناقشة والفهم. املأ المعلومات الآتية من النص السابق. النصائح التي تفعلها. لماذا يبدأ املأ المعلومات الآتية من النص السابق؟ nasihatlardan ma'lumot yoz. quyidagi ma'lumotlarni imla to'ldir. An-nasoihu allati taf'aluha. Siz bajaradigan nasihatlar. Sabohat. Ana amshi fi sabah. أي رياضة؟ رياضة المشي. نعم تمام. أنا أشرب الماء كثيرا. أو أشرب الماء كثيرا. نعم تفضلي روزي. النصائح التي لا تفعلها أها. لو 8 ساعات المشي. كم ساعة تنامين؟ إذن أكثر من 8 ساعات. نعم نعم هذا كثير جدا. يجب عليك أن تقللي عدد ساعات نومك. 8 ساعات تشرين. المشي في الصباح. المشي في الصباح. ركوب الدراجة. نعم تمام. مفتونة تفضلي. النصائح التي تفعلها أحيانا. Ba'zida bajaradigan nasihatlar. Ba'zida qilasiz, ba'zida qilmaysiz-da. Ahyanan ba'zida, gohida qilasiz, gohida qilmaysiz. Yordamlashing. Yordamlashing. نعم شرب الكثير من الماء. أحيانا أشرب كثيرا وأحيانا أشرب قليلا. أذهب إلى السوق. التسوق. ولكن هذه النصيحة buni aynan mana bozorga boring demayapti. Bu o'zingiz yaxshi ko'radigan narsalarni qiling deyapti. Masalan, bozorlikka borish kabi deyapti. Aynan velosiped mining degani yo'q. Mana shunga o'xshash deyapti. Tushundingizmi? O'sha uchun bironta nasihatni aytishingiz kerak. 10-mi, 7-mi, 8-mi? نعم. النوم 8 ساعات يوميا. أحيانا أنام 8 ساعات وأحيانا أنام 6 ساعات. 6 ساعات وأحيانا أنام 1 ساعة. واو 10 ساعات. كالدب. هذا كم ده؟ تمام تفضلي. تفضل أسد بك. Siz men o'qigan ikkitasiga tushunmagan shuning. Tushundingizmi demak? Keyingisini Yusuf. اذكر ثلاثة اذكر ثلاثة أشياء مفيدة للصحة. وش ما تنامك أنا. فرق yok. Fark yok. أكل فاكهة. أكل الفواكه. نعم. أو خضروات. نعم أو خضروات. نعم. وشرب كثيرا من الماء. شرب الماء كثيرا. وممارسة مع الرياضة. Va master keltirasiz-ku ikkalasini. U 3-gapingizni ham master bilan keltiring-da, chunki va bilan bog'layapsiz. Va mumarasatur riyada. Va mumarasatur riyada. Tafaddal. Ahmadjon. 5 أشياء ضارة بالجسم باستخدام أسلوب النهي. أسلوب النهي nima edi?
inkor. Qaytarish. Anaqa boshqa qaytarmaslik. Amr inkor. Ya'ni qaytarish. Amrni inkori. Amirni inkor nima degan? Qaytarish. Qaytarish. Mana shuni qilma degan ma'noda qaytarish. Uslubi bilan 5 ta jismga zararli bo'lgan narsani nimani zikr qiling deyapti. Mana shu narsani qilma deb. La tashrab ma'an mulawwathan. Ahsant. Mulawwath. Kir suvni ichma. Barakalloh. Kirs degani kir. Rasvo. Keyingisi? O'qing. La taksir min al-halawayat. La tukthir min al-halwayat. Siz yozmasizku? Siz yozing endi. La tukthir min al-halwayat. Tamam. النصيحة الثالثة تفضل أحمد جم أنت أيضا لا تهمل نظافة أسنانك لا تهمل حبلا مس حبلا لا تهمل أهمل يهمل ده نظافة أسنانك يعني tishlaringni tozaligiga e'tiborsiz befarq bo'lma. Keyingisini o'qing qani? Siz? Ha, o'qing. لا تنام متأخرا. La tanam mutaakhiran. Ya'ni kech yotma, kech uxlama. Siz qilmabsiz mashqlarni. Qilish kerak hammasini. Xo'pmi? Boshqa takrorlanmasin, qiling hammasini mashqlarni. اذكر 5 أشياء ضارة بالجسم باستخدام أسلوب النهي. 5 ta jismga zarar beradigan narsalarni yoz. Nahiy uslubini ishlatib ber. لا تشرب مياه الغازية. لا تشرب مياه الغازية. Miyah al-g'oziya. Buni qildilar-ku. Yo'q. Keyingisini. Sil al-kalimata bi muqabiliha. Dararun. Dararun. Ketdik. ضرر فائدة Faidatun. راحة تعب Harun. Baridun thaqilun. Khafifun yakrahu. Fasida. صالحة. المحادثة. أخي تأمل هذه الأمثلة وهاتي مثلها. تأمل. أخذ من ترجمة خلاص. ترجمة خلاص. bu naqa misollarni ta'ammul qil va ularga misol keltir. هاتي مثلها. Va ularga o'xshagan misol keltir. ularga o'xshaganini keltir. يحتوي على البيت يحتوي على أساس جديد. على أثاث جديد. على أساس جديد. على أثاث جديد. توقف. على أساس جديد. yangi mebellarni o'z ichiga olgan. يحتوي البرتقال على الفيتامينات. Apelsin o'z ichiga vitaminlarni o'z ichiga olgan. Tamam, ketdik, o'z ichiga olgan. Kutubxona ko'p kitoblarni o'z ichiga olgan. المكتب يحتوي على maktabatu bo'lsa muannas. المكتبة يحتوي على muannas. تحتوي على كتب كتابة على كتب كثيرة. على كتب كثيرة. Bu kitob ko'p so'zlarni o'z ichiga olgan. هذا الكتاب Asadbek. هذه الكتاب يساعد على
يحتوي يوسف بل يوسف هذه الكتاب هذا الكتاب يحتوي يحتوي على كثير من المفردات. على كثير من المفردات. أنا شنداي يحشى أحمد جون. يساعد على الدواء يساعد على الشفاء. ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة تساعد على قوة الجسم. دورة دواء bu dori. Dori Shifoga yordam beradi. shifoga yordam beradi. Sport bilan shug'ullanish jismga yordam beradi. jismni quvvatiga yordam Quvvatiga beradi. yordam beradi. Ketdik. أريد أي Yo, شيء gap. من Ahmadjon gap. أنا أساعد على masalan kitob o'qishlik menga nimagadir yordam beradi deng. Uxlashimga yordam beradi deng. Ketdik. Uyqudan oldin kitob o'qishlik uxlashimga yordam beradi. Qira'atul kitab قراءة الكتاب يساعد qabla an-nawm qabla an-nawm قبل النوم يساعد علي يساعدني menga yordam beradi. يساعد علي Yo'q, menga yordam beradi. Yusaiduni yoki yusaiduli. يساعد لي Uxlashga. Nimagadir yordam beradi-ku? Nimagadir yordam beradi-ku? Kimga yordam beradi emas? Nimagadir yordam beradi. O'shani nimagadirni oldidan alani keltirasiz. Yusaiduni ala an-nawm. Qira'atul kutub yusaiduni ala an-nawm. Tamam. Yana shunga misol. Azbek shunga misol, ha. Mashina menga ishimga borishga yordam beradi. Ketdik. السيارة As-sayyaratu muannas. تساعدني على ذهبت على ذهب على حرف جر undan keyin masdar kelish kerak-da. على الذهاب إلى العالم إلى العمل. نعم السيارة تساعدني على الذهاب إلى العمل. تمام. أريد أي شيء كينجس أريد أي شيء ما أريد أي شيء من الطعام. xohlagan taomni xohlayman. biror narsa ya'ni nimadir? أي شيء istalgan narsa nimadir narsa. أنا جوعان جدا أريد أي شيء من الطعام. menga nima bo'lsa yeyman deydi-ku. Biror bir narsa bo'lsa yoki istalgan narsa bo'lsa yeyman. أريد أي شيء من الطعام. أريد أي شيء من المال. nima biror bir narsa istayman nimadan? Moldan, puldan yani. أريد أي شيء من الأقلام. أريد أي شيء من الأقلام. أريد أي شيء من الكتب وهكذا. تفضلي. أنصحك بتناول الطعام. بدان كي مصدر keladi. تناول يتناول مصدر تناول domalik. Vavn ustida doma bo'lish kerak masdarida. Xuddi shunday tafa'ala vazni ham shunday. Tafa'ala vazni ham shunday. Masdari domalik bo'ladi. Tak, mozisi muzorisi polni fatha. Masalan tafa'ala yatafa'alu tafa'ul masdari keyin domalik. Xuddi shunday tafa'ala vazni ham. Tanavala mana tafa'ala vazniga misol. Tanavala yatanavalu tanavulun. O'sha uchun ham tanavul harakat qo'yilmagan bo'lsa avtomatik holatda harfi jardan keyin kelyaptimi? Demak siz unga nima qo'yasiz? Domma qo'yasiz. Chunki harfi jardan keyin fe'l kelmaydi. Harfi jardan keyin nima keladi? Masdar keladi. Ansahuka bi harfi jar demak masdar kelish kerak. Bi tanavuli ta'ami sihhi. Ketdik. Senga nasihat. Senga tavsiya beraman. Sog'lom ovqat yeyishlikni. Ansahuka bil qiraatil kasiran. Senga tavsiya beraman ko'p o'qishlikni. Barakalloh fiki. Endi o'zingizdan gap ayting. Senga tavsiya beraman kam o'yin o'ynash. أنصحك
يروبي كثيرا. Yo'q. Navrot kam o'ynashni deyaptilar. Qallala yuqallilu taqlil kamaytirish. Bi taqlili بتقليل لعبة bi taqlili لعبة demak ansahuki yoki ansahuka bi taqlili la'ibi al'ab al-elektroniya bi taqlili la'ibi al-al'ab الإلكترونية مثلا نعم يجب أن تبتعد يجب عنه أن تبتعد عن التدخين nima qilishing kerak chekishdan uzoq turishing kerak chekishdan uzoqlashishing shart deyapti يجب أن تبتعد عن العادات الضارة yomon odatlar zararli odatlardan uzoqlashishing kerak يجب أن تبتعد عن أصدقاء السوء يعني yomon do'stlardan uzoqlashishing kerak yomon do'stlardan uzoqlashishing kerak yajibu an tabtaida anil asdiqo as-sayyi'in nam tamam yajibu an tabtaida masalan yana nimadan uzoqlashishing kerak dangasalikdan asosiy muammo hozir qarang yajibu an tabtaida anil kasal yajibu an tabtaida anil kasal yolg'onchilikdan uzoqlashishing kerak yajibu an tabtaida maftuna anil kadhib yolg'onchilikdan yoki yolg'onchi kishidan uzoqlashishing kerak yajibu yolg'onchi odamdan yajibu an tabtaida anil kazzab anil kadhib yoki anil kadhib kadhib yolg'onchi o'ta yolg'onchi kazzab tushundingizmi kadhib ba'zida yolg'on gapirib turadigan lekin ko'p yolg'on gapiradigan kim kazzab mashina deydi-ku yajibu an tabtaida anil kazzab masalan keyingisi birrog'mi Asadbek وصلت مبكرا برغم من ازدحام من ازدحام الطريق esingizdan chiqmasin fe'llar hammasi vasli hamza agar fe'lingiz alif bilan boshlangan bo'lsa bilingki u nima vasli hamza va uni i bilan boshlaysiz siz afala yufailu bobidan tashqari afala yufailuda o'zi qat'iy hamza belgisi turadi boshda o'shanda siz a bilan boshlaysiz tushundingizmi boshqa fe'llarda hammasida vasli hamza bo'lganligi uchun siz uni i bilan boshlaysiz o'rtaga tushib qolganligi uchun nima qilasiz umuman o'qimaysiz vasli hamza-ku min izdiham demaysiz min izdiham ya'ni qo'shib ketasiz min izdihamit tariq vasaltu mubakkiran birrog'mi min izdihamit tariq endi bu yerda ba'zi bir harakatlarni tushirib qoldiryapti chunki siz nima harakatsiz kitoblarni sekin o'qishni boshlashingiz kerak-da asosda o'sha uchun sizga shuni o'rgatishlik uchun harakatlarni kam ba'zida qo'ymaydi ba'zida qo'yadi ba'zida qo'ymaydi shunaqa vasaltu mubakkiran birrog'mi min izdihamit tariq yo'lni probkaligiga qaramasdan vaqtli yoki erta yetib bordim tafaddal Yusuf نجحت برغم من صعوبة mindan keyin kelgan so'z oxiri nima bo'ladi صعوبة الامتحان najahtu ya'ni men muvaffaqiyat qozondim men muvaffaqiyat qozondim imtihonning qiyinchiligiga qaramay birrog'mi minda gap tuzinglar endi yo siz yo Asadbek yo Yusuf adrusu kasiran برغم من التعب birrog'mi min ta'bi charchaganligimdan qaramasdan Xo'p. O'qituvchim uyga vazifani qilishlikni talab qilishiga qaramasdan uyga vazifani qilmasdan keldim. Qani ayting qani? Kakras qilmasdan kelganlar bormi? Aytinglar mana. Ketdik.
Ketdik, kim aytadi? أنا ما فعلت واجباتي المنزلية برغم من طلب الأستاذ. شنday? أنا ما فعلت واجباتي المنزلية برغم من طلب الأستاذ. تمام. كينجسي. أحمد جون. بذل الرجل جهدا كبيرا في العمل. بذلت الأم جهدا كبيرا في تنظيف البيت. kishi katta kuch sarfladi ishda. Ona katta kuch sarfladi uyni tozalashda. Fidan keyin nimada katta kuch sarfladingiz, o'shani keltirasiz. Masalan, men mashinani taxlashda katta kuch sarfladim. بذلت جهدا كبيرا في إصلاح السيارة. demak, remont qilish nima? Fe'lni ayting, fe'lni. أصلح يصلح إصلاح. بذلت جهدا كبيرا في إصلاح السيارة. Xo'p, ketdik Azizbek, siz ayting qani, men deng. Tak. Men deng. Maktabimga kelishimga Yo'q. Arabcha she'r yodlashda katta kuch sarfladim. Ketdik. Yo'q, Azizbek. Bazaltu جهدا كبيرا في حفظ مصدر keladi. Fidan keyin fe'l kelmaydi. Fi harfi jar. Undan keyin nima kelish kerak? Masdar. Fi, min, ila, ala so'zlari harfi jar deyiladi. Fi, min, ila, ala va hokazo. Ulardan keyin nima kelish kerak? Masdar kelish kerak. Ulardan keyin fe'l kelmaydi. Harfi jarlardan keyin fe'l kelmaydi. Eslaringizdan chiqmasin. Xo'pmi? Bazaltu juhdan kabiran fi hifzi ash-shi'r al-arabi. Ash-shi'r al-arabi. Tamam. بذلت جهدا كبيرا في حفظ شعر العربي. في حفظ شعر عربي. تمام. تفضل. كنت سمينا سمير أخصى شنو؟ كنت سمينا سمينا. لكنني الآن وزني مناسب. ولكنني الآن وزني مناسب. Men semiz edim. Semiz edim, lekin hozir vaznim munosib. Shunday. Kuntu o'qing. Kuntu حزينا لكنني الآن سعيد. Men xafa edim, lekin hozir baxtliman. Hozir xursandman. Yaxshi. Gap ayting. كنت مريضة لكنني الآن صحيحة. ولكنني الآن صحيحة. Dangasa edim, lekin hozir faolman. كنت كسلانة لكنني الآن نشيط مجتهد. كنت كسولا لكنني الآن مجتهد. كنت كسلانا كنت كسولا لكنني الآن مجتهد. تمام. ثانيا، تحدث عن السلوكيات المفيدة للصحة والسلوكيات الضارة. سلوكيات ديجانا أخلاقlar. سلوكيات المفيدة للصحة. sog'lik uchun foydali axloqlar haqida gapir. Va sulukiyati dorra. Zararli axloqlar haqida gapir. Zararli, ya'ni zararli ishlar demoqchi. Zararli ishlar va hokazo. Mana shu borasida gapir. طيب. ننظر إلى السورة. ماذا نرى في السورة الأولى؟
الأولاد يلعبون كرة القدم. إذن هذه الرياضة اسمها كرة القدم. رياضة كرة القدم. هل هي مفيدة للصحة؟ نعم. لماذا مفيدة؟ لأن في نعم. لأن هذه الرياضة تقوي العضلات. نعم. عضلات الرجل oyoqning mushaklarini mustahkam qiladi. طيب. وتنشط الجسم. نعم. وتنشط الجسم. لماذا؟ لأن الأولاد ماذا يفعلون؟ يركضون وراء الكرة. يركضون وراء الكرة. هم في هذه الرياضة يركضون قليلا أو كثيرا؟ هم يركضون كثيرا. ماش نقرأ كيفاش كنفهم؟ كيتي. ثانيا ماذا نرى في الصورة الثانية؟ سبقت التدخين. التدخين ضار للصحة. لأي عضو ضرره أكبر؟ قيس عضو أعضاء. عضو للرئة. نعم. للرئة ضرره كبير. تمام. وفي الصورة الثالثة رجع ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ الولد. تمام. قل كتر أجر بك شوف المسألة كين سزداوم يتسس. نحن نرى في هذه الصورة الولد يأكل الفواكه. يأكل الفواكه. وأكل الفواكه هل مفيدة؟ مفيدة للجسم. نعم. أكل الفواكه مفيدة لجسم الإنسان. تمام. وفي السورة الرابعة مفتونة ماذا نرى؟ آدم برجر يأكل. الرجل مفتونة برجر. طيب bu qanaqa ya'ni tez pishar ovqatlardan deng, fast foodlardan deng bu. Al-burger min الطعام السريع. برجر من الأطعمة السريعة. نعم. وهل هي مفيدة للإنسان؟ أو ضارة؟ نعم. u yomon ishlar, ya'ni sog'lik uchun zararli ishlardan. Sulukiyat dori keldi-ku. Hiya yoki huwa min سلوكيات الضارة. طيب قم بعمل حوار مع صديقك بين طبيب ومريض وتحدثا حول الآتي. قم bi bilan kelsa agar nima degani? Qum agar bi bilan kelsa bajar degani. Qum bi amali hiwar ya'ni dialog ishini bajar. Ma sodiqika yani dialog bajargin, dialog qilgin do'sting bilan. Bayna shifokor va kasal bemor haqida. Tahaddatha gaplashinglar. Havla al-atiya. Quyidagi gaplar bilan gaplashing. Quyidagi narsalar atrofida gaplashinglar. Hajzi maw'id. Uchrashuvni band qilish. Hajiz nima edi? Band qilish. Al-huduri lit-tabib. Tabibga kelish. Ma tash'uru bihi. Sen his qiladigan narsa. Tavsiful marad. Kasallikni vasfi. Al-ilaj. Davolash. An-nasoih. At-tibbiya. Tibbiy nasihatlar. Buni ikki kishi bo'lib bajarasizlar. Xo'pmi? Keyingi darsda buni albatta qilinglar, xo'pmi?
birinchi men shuni so'rayman, keyin yangi darsga o'taman. Tamam, mafhum? Tabadal as-su'al val javob. Hozir mana shuni ikki kishi qiladi. Xullas, hozir mana oxirgi nimani ham ko'raylik, keyin ikki kishi qiladi buni. Tabadal as-su'al val javob ma'a sadiqik. Robiyan. Savol javob qilgin, o'rtog'ing bilan deyapti. Hal zahabta ila al-mustashfa. Hal zahabta ila al-mustashfa? Ana ma zahabtu fi hadha ash-shahr. Na'am. Mana shu oy bormadim. Ma sababu zahab? Kim borgan? Tamam. Ma sababu zahab? Samira. كنت مريضة. نعم. بماذا أصبت؟ بماذا أصبت؟ طفح جلدي. أصابني طفح جلدي. طفح جلدي. نعم. تمام. طيب. مما كنت تشكين. مما كنت تشكين. أجر أغلب ولا بس ممن كنت تشكو. Mimman kunti tashkina qiz bolaga. Nimadan shikoyat qilardingiz? Qayerda og'riq bor edi, o'shandan shikoyat qilardim dengda. Kuntu ashku min alamin fi wajh. Na'am, kuntu ashku min alamin fi wajhi. Shunaqa deyishingiz kerak, xo'pmi? Yuzimdagi og'riqdan shikoyat qilardim. Kuntu ashku min alamin fi wajhi. Alam og'riq. Tamam. Ma sababul marad? Ma sababul marad? Ha. Yo'q, bu kishi aytadi. Marad. Kasallikning sababi nima? Mad-dava'u allazi tanawaltahu. Xullas davolanaydi. Ad-dava'u allazi tanawaltuhu kaza kaza kaza. Ket. Ma nasaihu at-tabib laka. Nasaihu at-tabib li awwalan huwa qala kaza kaza. Ya'ni mana bu narsani aytdilar. Va saniyan qala kaza va kaza. Ikkinchidan mana bu va mana bu narsani aytdilar. Shunaqa qilib ketasiz. Tamam? Ketdik, buni ikki kishi bajarsin hozir buni. Keyin ketamiz, ana uni uyda qilasizlar. Salisan. Robiyani hozir ikki kishi qilsin. Salisanga tayyor bo'lib kelasiz. Keyingi darsda men uni so'rayman. Hal indakum asila? Tamam.